agar sizni men blogerlikni boshlasam yaxshi ketarmikin, ketmasmikin, blogimni yuritsam, shaxsiy brendimni qilsam, yermikin, yemasmikin degan savolingiz bo'layotgan bo'lsa, shu videoda qisman javob olasiz. Odamlar ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi introvert, ikkinchisi ekstrovert. Agar siz ekstrovert odam bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni ochuv, gapirishdan qo'rqmaydigan, odamlar bilan muomala qilishdan qo'rqmaydigan, kimgadir nimadir narsani tushuntirib bersangiz, o'zingiz xursand bo'ladigan va maza qiladigan, sahnalarga chiqishni xohlaydigan, kimgadir nimadir narsani aytib berishni xohlaydigan odam bo'lsangiz, demak siz ekstrovert odamsiz va siz shaxsiy brendingizni qurayotganingizda sizni faoliyatingiz bir muncha oson ketadi introvert odam bilan solishtirganda va sizdagi effektivligi ham bir necha barobar baland bo'ladi, chunki sizni tabiatingiz shunaqa. Introvert insonda bo'lsa, ko'proq yopiqlik, o'zi bilan o'zi bo'lishni xohlashi, odamlar bilan juda ham ko'p gaplashishni xohlamaganini evaziga bu kontentlarda seziladi va sizni kuzatuvchilar, eshituvchilar ekstrovert odam bilan solishtirganda qisman kam bo'ladi va siz продвижение qilish jarayoningizda ekstrovert odamga nisbatan ko'ra ko'proq vaqtingizni, pulingizni va fokusingizni ajratishingiz talab qilinadi. Demak, o'zingizni ekstrovert deb hisoblasangiz, tezroq otni qamchilang, bu bozor sizniki. Agar introvert deb hisoblaydigan bo'lsangiz, yaxshilab o'ylang va ko'proq vaqt, ko'proq pul ketishiga tayyor bo'lib bozorga kiring. Fikrimni yetkazib olgan bo'lsam, videoga bitta like bosib qo'ying va ekstrovert qoni qaynab turadigan yaqinlaringiz bor-ku, o'sha odamlarga videoni yuborib qo'ying.